Tug'ilmagan bolaga kiyim olib bo'lmaydi bilmaysizmi? Har xil narsalar olib yotibsiz siz. Deb yozib yuboribdilar bitta asalga подписчикам. Bunaqa mayda gapli qilmaylar-de. Qani ekranga yaqinroq kelinglar. Mittivoyi Qoratoshdagi filialda yangi ochilgani munosabati bilan 3 kunlik skidkani yo'lga qo'yishgandi. Mana bugun ikkinchi kuni ham o'tib ketdi. Sizlarning hisobingizda bor yo'g'i 1 kun qoldi. Hozir sizlarga aynan qaysi kiyimlarga, nimalarga skidka aksiya e'lon qilinganini aytaman. Sizlar bo'lsa skidkani ertaga oxirgi kuniga ulgurib borib olasizlar. Qiz bolalar uchun jinsi yubочкаlar 29 mingdan, yubkalarga mos koftichkalar bo'lsa atigi 25 ming so'mdan. Yoz uchun dvoykalar 35 mingdan, zamonaviy futbolkalar 19 mingdan, yangi uzun dvoykalar bo'lsa 49 ming so'mdan. Qizlar uchun yozgi pijamalar 45 ming so'mdan, bodili komplektlar 39 ming so'mdan, yumshoqqina sliplar 25 mingdan, qiz va o'g'il farzandingiz uchun pijamalar 25 mingdan, kombinezon shimlar 33 ming so'mdan, o'g'il bolalar uchun shortskalar 29 mingdan, rang-barang dvoykalar bo'lsa 35 mingdan. Nima? Yozgi tapchkalar 13 mingdan, bozorda ham bunaqa emas-u. Bu yozgi oyoq kiyim ham 13 ming ekan. Bu turdagi yozgi oyoq kiyimlar bo'lsa 59 mingdan, samokatlar 155 mingdan, kolyaskalar 599 mingdan, pultli mashinalar 59 mingdan, siniy traktor 39 mingdan. Ming marta eshitgandan ko'ra bir marta kiyganingiz yaxshi. Do'konda yo'q narsani o'zi yo'q. 0 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan farzandingizga katta assortimentda yangi kolleksiya kiyimlar olib kelib qo'yishgan. Bunaqa chegirmadan quruq qolmasligi uchun ertaga do'konga albatta tashrif buyuring.